hadis sharifda yaxshi do'st bilan yomon do'stni mundaq misol qilib so'zlaydi. Yaxshi do'st atir sotadigan og'inanga o'xshaydi deydi. Yaxshi do'st atir sotadigan og'inga o'xshaydi. Bu og'inang ya san atir so'q qildi. Ya hech bo'lmasa uningdan atir pul olsa. Hech bo'lmasa uningdan atir purg'ini puraysa. Yaxshi do'st bunga o'xshaydi deydi. Yomon do'stchi desa Tümürçinin kürekka o'xshaydi deydi. Tümürçinin küregisini bilmaysizlar. Tümürçi degan gap ma pichoqni yo buruna shu tümida bozgan bilan so'qib idilgan adam. Uning o'tini bunda o'tni kuchga yetib turadigan bundaq bir pulaydigan narsa bor. Shuni ko'rak deydi. Shuni o'xshaydi deydi. Uning qishig'i bo'lsan ko'ydirdi. Shunama qishig'i bo'lsan qana qildi, chapallarni ko'ydirdi. Hech bo'lmasa sesiq kunlari, sesiq turaqlari bilan seni bulg'aydi. Mana bu yomon do'st degan. Şu maktab bo'lgan chaqda sizlarga mandaq namoz o'qiydigan, satqaq qilmaydigan, axloqi yaxshi musulmon mandaq bilan do'st bo'lib, mash o'zaro hamma maktabda Uyg'ur musulmon bolalar bir ittifoq bo'lib, turklar o'smon musulmon namoz o'qiydigan, jumaga chiqadigan yaxshilar bilan do'st bo'lsan. Ammo yomonlar bilan do'st bo'lsanglar, ya seni o'ti bilan ko'ydirdi, hech bo'lmasa sesiq purug'dan buningni purab qoldi. Tushuna olaman?